Ko'pchilik professional sohada svarka qilish bilan shug'ullanadigan svarshik ustalarimiz aynan shu Uragan firmasini svarka apparatlarini ishlatgan va ishlatganda maza qilib olgan bo'lsa kerak. Endi xuddi shu sifatda bo'lsin, lekin uyda ro'zg'orda kak havaskor ishlatishga bitta apparat tavsiya qilinglar deydigan bo'lsanglar, xuddi shu Uragandan MIG 400 modeldagi apparatni tavsiya qila olamiz. Videoni boshida narxini aytib o'tib ketaman. Apparatimizning narxi $87 yoxud hozirgi kursimizda 1,50,000 so'm. Videoni oxirigacha kuzatib tursanglar, biz sizlarga aynan shu apparatni chiroyli obzor qilib berishga harakat qilamiz. Ma'qul kelsa, joyimiz O'riyzor Stroygorod bozorining ro'parasida Stroymal degan bino 101-magazin. Uraganni o'ziga keladigan bo'lsa, 10 yillardan oshdi shekilli. 400 talik, 450 talik, 600 talik elektrosvarkalari anchadan beri sotiladi, ishlatiladi. Ayniqsa avtomasterskoy sohalarida, darvoza sohalarida 600 talik, 750 talik hamda 1000 talik kempinglari ham o'ziga yarasha urovini bor. Endi xuddi o'shalarni ukasi desa ham bo'ladi. Kompaktni, yengil 400 ampergacha tok kuchi ishlab chiqara oladigan, 220 da ishlaydi, inverterli, pastroq toklarda ham ishlatsanglar bo'ladi. Aytaylik, 160 voltgacha bo'lgan joylarda ham parod qilmasdan shu apparatimiz chiroyli ishlab beradi. Xususiyatlariga keladigan bo'lsak, 5 kilogacha gazsiz, gazga to'yintirilgan flyuks sim tushadi. Gaz ulashishga bunda imkoniyati yo'q. Rejimlari bo'lsa, ham elektrosvarka, ham pol-avtomat rejimlarida ishlaydi. Simni zapravka qilib, bitta realniy obzorga ham tayyorlab olamiz. Komplekti bilan tanishadigan bo'lsak, 2 metrli kemping shlankasi, universal massasi hamda elektrosvarka uchun держagi va 1 kiloli 0,8 mm simi chiqadi. Hamda zapas saplosi ham bo'ladi. Endi simni zapravka jarayonini boshlaydigan bo'lsak, apparatimizni o'zimizga qulay holatda qo'yib olamiz. Shaybani yechamiz. Operator, endi bu joyini sal yaqinroq berasan. Simga e'tibor berasizlar, gazga to'yintirilgan sim bo'lgani uchun o'zi shunaqa vakuum qilib upakovka qilingan bo'ladi. Bu degani, bu simni oladigan bo'lsanglar, imkon qadar kam-kam olib tez-tez ishlatib olish kerak degani. Sabab o'zida to'yintirilgan sim vaqti kelib uchib ketib qolishi mumkin. Bu gazi bo'lsa, svarka vaqtida qaynashini oldini oladi. Simni qo'ydik. Shaybani o'rniga qotirib olamiz. Ko'rganinglardek, simni joyiga joylab oldik. Endi bu joyda bitta e'tibor beradigan joyimiz bor. Simimiz boshida aytganimdek 0,8 mm lik bo'ladi. Zavodskoy bo'lsa, bu Uraganda shaybasi 1 mm ga moslashgan bo'ladi. Mana 1 mm, ikkinchi yot tarafi 0,8. Tashqi tarafga qilib turib 0,8 ni qo'yamiz. Shunda motorchik bizga qiynalmasdan simni haydab beradi. Simni chiqazar vaqtimiz juda ehtiyot bo'lamiz. Bukilgan joyini oddiy kusachka bilan kesib, tekis holatga olib kelib, teshigiga to'g'rilab tiqib olsak bo'ldi. Kirgandan keyin mana bu krepyojni tortib qo'yamiz. Yengil yoki og'irligini shu bolt orqali regulirovka qilsak bo'ladi. Bo'shab ham ketib qolmasin, juda ham qotib ketib qolmasin. Bo'shab ketsa sim chiqmay qoladi. Qotib ketsa bo'lsa, mana bu shaybamiz o'z yashash umri qisqarib ketib qoladi. Mana simi chiqdi. Endi pol-avtomat держакni tiqib olamiz. Pol-avtomat держакimiz boshida aytganimdek, yana bir eslataman, 2 metr uzunlikda bo'ladi. Ikkita ulanadigan joyi. Bu shlang orqali simimiz yuradi. Mana simga qo'yamiz.
Bu razyom oddiy svarishniy razyom. Tili bor, tilni joyiga joylab turib o'ngga qotirib olsak bo'ldi. Mana bu bo'lsa knopkani ishlashiga javob beradi. Buni ham izi bor. Apparat o'zidagi iziga qarab turib joyiga tiqasizlar va ustiga gaykasi qotirib olinadi. Shunda bizda bezgaz pol-avtomat rejimida massamiz aynan shu qizil plyusga tiqiladi. Massani ham ulab, apparatimizni yoqib oldik. Endi bitta upravleniyasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana bitta ventilni o'zi, bu ventil ham tok kuchiga javob beradi, ham simni chiqish tezligiga. Hozir bizda nastroykamiz bo'yicha flux 1 da turibdi. Biz 0.8 lik sim qo'yganimiz sababli flux 0.8 ga o'tkazib qo'yamiz. Hozir yarmidan boshlasa ham bo'ladi. Massamizni temirga berib turib, bu yog'i o'sha temirimizni qalinligidan yoki yupqaligidan, ish qilish xarakterimizdan kelib chiqib, tokka o'zimizga moslab olamiz. Tok kuchini boriga qo'yib, knopkani bosib turishimiz orqali mana simni akkuratni chiqazib oldik. Endi yarimlariga tushirib, sekin svarka qilib tekshirib ko'rsak bo'ladi. Balandlik qiladigan bo'lsa, pasaytiramiz. Pastlik qilsa, mana boriga qo'yamiz. Pol-avtomat rejimida ham boriga qo'yib ishlatadigan bo'lsak, bir xiliga 0.3-0.4 mm profillarni ham kesib olishim mumkin. Endi bitta sizlar bilan buni elektrosvarka rejimiga ham qo'yib ishlatib ko'ramiz. Elektrosvarka rejimiga o'tkazish uchun birinchi o'rinda massani bo'shatish maqsadida simni orqaga qaytarib turamiz. Bu elektrosvarkamizning massasi, chunki shu sim chiqqan joyga ulanadi. Birinchi knopkani pitaniyasini uzdik. Ikkinchi o'rinda simni krepleniyasini bo'shatamiz hamda orqaga tortamiz. Qo'l harakatida o'zi orqaga qaytadi. Faqat yaqinlashgan vaqtida e'tibor beramiz. Yaqinlashganini his qilganimizda kemping shlankani chiqazib, mana simni kirishini ko'zimizda ozgina kontrol qilib olamiz. Agar bu narsa oxirigacha chiqib ketadigan bo'lsa, simimiz yoyilib ketib qolishi mumkin. Mana simimiz chiqib keldi. Chiqib kelgandan keyin uchini o'zida qoldirsak, bizga massa kiradigan darajada bu yoqdan siqib qo'ysak bo'ldi. Shunda boya plyusga ulangan massa qora minusga ulanadi. Mana joy-joyiga kirdi. Ko'rib turganingizdek, ichida sim turibdi, lekin sim o'sha xalaqit bermagan darajada ichkarida turibdi. Derjagimiz bo'lsa odatiy plyusga ulanadi. Endi bitta elektrodni ishlashini ham ko'rib o'ramiz. Boyaga simimizga moslash uchun shunda mana flux 0.8 ga qo'ygandik. Agar birlik sim qo'yadigan bo'lsak, 1 ga qo'yamiz. Yana eslataman, ichidagi shaybani ham 1 mm ga qaytaramiz. Hozir elektrosvarkaga o'tkazish uchun MMA rejimiga qo'yamiz. O'sha mana elektrosvarka rejimiga o'tdi. Massani yana boyagidek ulab turib, hozir bor kuchida turibdi. Elektrodimizning namligini ham hisobga olishimiz kerak. Elektrod bitta qizib olgandan keyin tok tushirsak bo'laveradi. Qani bismillah. Elektrodimiz qizib oldi. Endi yarim mo'shnasiga tushirib urib ko'ramiz.
Elektrodimiz 3.2 li. Buni agar prixvatga qiladigan bo'lsak, pastroq tokda prixvatga qilamiz. Uzun shof qo'yadigan bo'lsak, yarim yoki yarmidan oshirib svarka qilamiz. Bu yana bir eslatma, bizda do'konda tokimiz to'liq 220 kelib turadi. Agar sizlarda 200 dan ham sal pastroq voltaj keladigan bo'lsa, o'shanda tok kuchini yana ham ozgina zapas kattaroq ko'tarasizlar. Shu bilan obzorimiz tugadi. Apparat yoqqan bo'lsa, videoni like bilan qo'llab-quvvatlaysizlar. Qanaqadir yaxshi fikringlar bo'lsa, yomon fikringlar bo'lsa ham izohlarda qoldirib ketasizlar. Narxini yana bir qayta eslataman, $87 yoxud hozirgi kursda 1 million 50 ming so'm.